Do'stlar, hozir agar tezroq chiqarib olmasak o'lib qoladi. Do'stlar, mana yerga tualetga mushuk tushib ketgan ekan. Agar nima narsa bo'lmagan, hozir bilib qoldim. Nima deb o'ylaysizlar? Shuni ishlab chiqara olamizmi yo'qmi? Bandoxondamiz. Qo'rchiqdan kirgandik. Mushuk tushib qopti hozir. Juda ham chuqurmi? Biron joydan teshishni iloji bormi yo'qmi? Yo'q, chuqur. Teshikni o'zi yo'q. Ay, bilan qanday chiqaramiz ekan mushukni o'zi? Anavni chaqiramiz yo favqulodda vaziyatlar vazirligini. Telefon ketib qolsa ham mayli, mushuk bolasi chiqsin. Yoqda fanarmi? Fanar yonmayapti, zaryad tugadi. Zaryad. Do'stlar, hozir biz Bandoxon Artel sotuvchisi Azamat ukamiz bilan mushukni chiqarib yubormoqchimiz. Tashingchi. Shunroq fanar kerakmi? Mana Ko'zimga ko'rinmayapti. Bilgan tuvalga tushib ketganini. Kes. Bu katta pishak edi, sразу yopishib chiqib olgandi. O'tgan safarmi? Bu yerda emas, boshqa joyda bo'ldi. Ha, unga 1-2 yil bo'lib ketdi. To'g'ri eshitdikmi o'zi? Ichkarida ko'rdim mushukni. Ko'rdingizmi? Qaysi tarafga ketib qoldi? Bu yoqqa qarab yurib ketdi. Mana bu yoqqa. Ha, o'sha tarafga yorib qo'yinchi. Faqat ko'rinadigan. Ha, bo'ldi, ko'rdim. Ko'rdingizmi? Ko'rdim, ha. Mana. O'pik. Burchakdan nariga 3 tarafga qilib, nima qilyapman ku, 3 tarafga. Tualetdagi o'yib tushganda o'zim tushardim. O'yishda iloji bormi yo'qmi? Yo'q. Odam ketadigan qilib o'yganda o'zim tushib olardim-da. Gazal bo'lib qolmasin u sen tualetda. Qarab o'tiribdi faqat. Onasini olib kelaymi? Ana bitta boshini. Onasini olib kel. Mana onasini. Do'stlar, hozir agar mana shu mushuk chiqarib olsa juda zo'r ish bo'lardi. Tualetda tushib ketibdi, lekin Surxondaryoda hali bunaqa voqea bo'lmagandi, to'g'risi. Gazlarni bo'lib qolasan bo'lmasa. Yoqqa kes. Kes. Ana ke. Qilmab deyapti. Bir emas, ikkita tushib ketibdi-ku. Ikkita tushib ketgan. Ha. Buning ikkita mushuk tushib ketgan. Bo'ldi. Bolaga qarasang o'ylasanmi mushuk bola? Ikkita mushuk bola tushib ketgan. Onasi turmayapti. Bo'ldi, jim tur. Turmayapti. Qo'ying, bayli qo'ying, nima qiling. Ko'rsin deyman-da. Ko'rgan bilan u kelmaydi-ku. Buni olishni nima qilamiz? Qanday yo'li bor? O'zini baylab tushiramiz. Yo'q, o'zim baylab tushirmaymiz. Men sig'mayman ekan. Bu yoqqa kel. Yo'q, kelmayapti. Ushlaydigan narsasi ham bo'ladi o'zini. Bilasizmi? Qaychiga o'xshagan. O gazani bo'lib qoladi-da, Azamat olib chiqishimiz kerak. Qanday olib chiqamiz? Betonni o'yib nima qilamiz? Buni qattiq teshik atrofda nima joy yo'qmi? Kiradigan. Yo'q. Hamma yoq betonmi shunday? Ay, bilmayman, o'lib qoladi-yu. Shunaqa bor. Men sig'mayman ekan bu yerdan tushishga. Yo'q, sig'maysiz. Bu kichkina teshik. Ko'rsatingchi. Hayda. Burchakdan olib. Qarang, hayda. Qimmat ikkita. Ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Ikkita mushuk bola qimmat ekan. kelmaydi-da. Onasi ataylab tashlab oldim.
Bilmasam onasi tashlab olganman, hozir kelsam, qo'shnidan kirsam miyovlagani eshitib qoldim. Ovoz chiqmay qoldi ekan. Pish 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 pish. Bular qo'rqmaydi. Chiqdimi? Chiq, osil, chiq. Osil. Chiqdimi? Tortib olyapsizmi? Do'stlar, hozir mana Bandixonda Tushib ketmasin, ushlash kerak. sirasi ushlaymiz. Op, malades jigar, malades. Do'stlar, birinchi mushuk bolani qutqarib oldik. Tuvalga tushib ketgan ekan. Bandixonda shunaqa voqea bo'ladi deb hech o'ylamagandim. Azimut. Ha? Taylangmanlarga. Bicharagan mushukcha. Yo'q. Ikkinchisini olib chiqay aka. Chiqmasak bo'lmaydi. Puqib qolibdi oyoqlari hamma yog'i. Buni olish kerak ana. Gazlanib qoladi. Men olay ikkinchi mushukni ham. Instagram olib ketdim. Yorug' ekan. Naraqdami? Aniq ikkitamidi? Ikkita edi. Qaysi birini fanari bor? Menga bitta bering. Mana fanar bor, ikkita tursin. Yo'q, ko'rinmaydi. Nari tarafga nima qildi? Bor ekan. Bormikan? O'sha yoqdan kelmayapti. Mazasi qochib boshlagan bu yoq. Bilmasam. Ko'rdingizmi kallasi ishlaganini? Ke. Agar shu tuvalga kirmaganini tushib ketganini bilmasa ekanman. Men o'zi bir kunda umuman kirmayman deyarli. Bir marta kiraman. Tuvalga ham kirib turish kerak ekan. Tushdimi? Tushdi, oldiga bordi, lekin shunga kelsa endi. Ke. Ke bolakay. Kelmayapti. Kis. Hozir qimillataylik. O'zim gazlanib bo'lib qolmasin. Bila tegdi nimagadir. Keldi. Keldimi? Keldi. Chiq. Osil, malades. Osil. Osildimi? Osil shunga chiq. Chiq osil. Ha, osil. Tagiga emas, ustiga. Osil. Osil chanchilatdaga. Ketma. Osil. Malades. Ana shunga osil. Ustiga. Osil. Chiq. Chiqdimi? Tushma ayog'ini endi. Tushib ketdimi? O'zi chiqmayapti ustiga. Chiq. Ha, ustiga chiq. Bugun bloger Sardor Suyunov va Bandixon Artel sotuvchisi Azamat tuvaletdan ikkita mushuk qutqaryapti. Chuqurda. Nima bo'lsa ham qutqarib olayga. Chiq, ustiga chiq. Onang dem nariga ketib qoldi. Chiq ustiga, chiq. Ana ustiga, voy malades, chiq. Bormayapti. Ne bir tutqich nima qilishimiz kerak bo'lmasa. Oldiga tashlang. Ana oldi kallasi ishladi narigisini. Tapa ustiga chiqdi. Ha, kelyapti. Chiq ustiga, mana shu ustiga chiq. Chiqma. Bu ana shunday chiq, tagini kovlama, chiq. Chiq. Aha. Bu malades. Tortin. Tushib ketdi.
Voy bilan. Bosilmayapti-da, narigini kallasi ishlab. Bu ana nima qilaylik bo'lmasa qarang. Bunday kartonga o'xshagan narsani nima qilaylik? Tushiraylik. Karton ustiga chiqadi-da, o'g'a. Qanday narsani korobkani nima qilaylik? Tashlaylik, korobkani ichiga kiradi-ku. Korobkani bir narsa qilaylik. Shuni ochaman. Qanardi? Nima qildim? Qani sen? Ha, mana. Ustiga chiqaman ekan. Chiq ustiga. Chiq, amallab chiq. Shuncha senga poddeshka qilyapmiz. Chiq. Vo, молодец. Jonivor. Молодец. Paketni kiying. Yo'q, qo'l bilan ishlayman mayli. Chiq. Chiqsangchi jonivor. Chiq. Chiq jonivor, chiq. Vo. Ha, kirib ol. Dedimi? Kirib ol. Kiryapti. Ko'taring. Ye. Ko'taring, asosiy ko'tarib chiqadi. Tushib oldi onangni. Shu, kirib ol. Mana shunday, kir. Kirsangchi jonivor. O'yib bo'lmaydi, bo'lmasa o'yib tushardim. Chuqurligi ham 3 metr bormi? Ha, bor. Nima bo'lsa ham gazlanib qolmasin. Ishga ham yaqinlashib qolgan. Ke pishi. Ke. Kirsangchi jonivor. Kiryapti? Olishlang. Qana boshlayapman. Ko'rinsin. Ha, ko'rinmayapti. Mana. Chiqdi, torting. Chiqdimi? Chiqmadimi? Kirdi ichiga. Kirmadi, bu yoqda yuribdi. Ha, Buni kallasi ishlamayapti. Narigini zo'r kallasi ishlar. Ichiga kirib olyapti o'ylab. Ovqat solib tashlaymizmi? Mana. Kirsangchi jonivor. Kir shunga endi, mana. Men bo'g'ilib ketdim hojatxonada to'g'risi. Mana. Havo qolmadi, nafas bo'g'ilib ketdi. Onangga bu yoqqa nima bor? Bu yoqqa ketib qoldi. Uni kallasi ishlamasa ekan. Ha. Kes. Chiq. Молодец. Ana shunday chiqib ol. Kir. Kir. Pesh. Ha, pesh. O'tsangchi, ko'zi ochilmagan mushakmi deyman-da. Yo'q, katta to'p qolgan-ku. Chiqyapti. Chiq jonivor, chiq. Chiqsangchi. Chiq. Chiqyapti. Chiq. Kirdi menimcha. Kirsin, to'liq kirsin. Kirdi. Ko'taring. Молодец, ushlang orangni. Do'stlar, turib chiqmaydi. Do'stlar, ikkinchi mushukni ham qutqarib oldik. Mana Azamat bilan popga tuvalga tushib ketgan ekan. Nima deb o'ylaymiz? Bu qahramonlikka kirmasligi mumkin, lekin biz joyimizda boshqa odam bo'lganda ham shu ishni qilgan bo'lar edi. Bu endi mushukchan. Cho'miltiramiz endi. Boshqalar joy hamma yopib qolibdi. Vot bilan odamlar terilib ketdi. Mana bu tun qahramoni Azamatjon.